Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, mijozlarim, barchalarga xayrli kun. Yaxshimisizlar, kayfiyatlaringiz yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Qo'limdagi aynan Happy Smile Enel kompaniyasiga tegishli bo'lib, ichida 60 ta pastilka ko'rinishida bo'ladi. Bu nima vazifani bajarib beradi? Bolalarning immunitetini tiklab beradi, ichak mikrofloralarini yaxshilab beradi. Qolaversa, bolajonlarimizning gijalarini to'kib, immunitetlarini yaxshilab, gemoglobinlarni ko'tarib, xotiralarini ham zo'r qilib beradi. Bolajonlaringlar inju bo'lsa, yig'loq bo'lsa, ovqat yedirolmaydigan bo'lsanglar, aynan mana shu Happy Smile ga ichirsanglar, ya'niki yedirsanglar, bu pastilka ko'rinishida bo'ladi. Bir kunda 2 mahal ovqatdan yarim soat oldin yoki ovqatdan keyin bemalol bersanglar bo'ladi. 3 yoshdan keyin bemalol beriladi bolalarga. 1,5 yosh, 2 yosh bolalarga yarimtadan bersanglar bo'ladi. Buni 3 oy ichirsanglar, bolalaringiz shunaqa zo'r ishtahalari ochilib, umli bo'lib, ichaklari, oshqozonlari juda ham zo'r faollashadi. Bolangizga har tomonlama tabiiy bo'lgan vitaminchik hisoblanadi bu.